Assalomu alaykum, hurmatli Shams Metal Mebel ijtimoiy tarmoqdagi kuzatuvchilar. Navbatdagi zakazlarimizni Farg'ona viloyati Oltiariq tumaniga chiqarib tayyorlab berdik. Ozoda brendi ostida xizmat qilishar ekan akamiz. Prokat qilib ishlatamiz dedi, arendaga xalqqa xizmatida bo'ladi dedi. Turbalarni qalin qilib chiqarib berganmiz. Kashaklari 4 talik bo'lgan, o'tiradigan tahligi bolt gekali, 4 ta bolt gekali bo'lgan. Materiallari mo'yshi. Fanerligicha qolmasin, o'zini ustini kraska qilib bering dedi. Chiroyli qilib qo'limizdan kelgancha chiroyli qilib kraska ham qilib berdik. Kraskalari Parashkoy kraska, Turkiyaning Etika firmasining kraskalari. Xohlasa stullari ham, xon taxtalari ham chiroyli chiqdi. Stullar taklanishi ham mashina zo'r taklanadigan bo'lib chiqdi. Ko'p joy egallamaydi. Bir-biriga qo'yganda orasida 10 sm ochiqroq joy qoladi. Kimga shunaqangi sifatli baquvvat stullar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Qo'limizdan kelgancha chiroyli qilib tayyorlab beramiz. Mana bu tomonda xon taxtalari turibdi. Xon taxtalari ham xohlasa juda chiroyli chiqdi. Baquvvatligi ham, sifati ham. Kashaklari ikkita kashakli qilganmiz. Kimga shunaqangi sifatli baquvvat stullar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Qo'limizdan kelgancha chiroyli qilib tayyorlab beramiz.